İlgilənişçə, Amerika Tashqi ishlar Ministrligi yozma bayonotida Sulaymon Taqim orolida elchixona etish qarorini Amerika parlamentiga bildirgan. Bayonotda Sulaymon Taqim orolining 2 Dunyo urushida Amerika bilan bo'lgan o'tmishini qadrlaydiganligi, ammo Xitoyning u yerdagi siyosiyonlar va savdogarlar bilan kredit va qarz munosabati o'rnatganligi, Amerikaning bu rayon bilan bo'lgan aloqasini buzish xavfida ekanligi ko'rsatilgan. Xitoyning sharqiy shimolidagi Liyao o'lkasining markazi Shinyang shahrida bir avtobus portlab bir odam o'lgan, 42 odam yaralangan. Shohidlarning aytishicha, yo'l eg'izidagi avtobusdan cho'ng portlash ovozi anglangan, ammo avtobus portlagandan keyin o't olmagan. Doirlarning bildirishicha, portlash sababi tekshirilayotgan bo'lib, texnik noma'lum ekan. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin Ukrainada vazifa o'tayotgan 160 Amerika askarining bu davlatdan ayrilib Yevropaning boshqa joylariga o'rlashtirilishini qaror qildi. Yana bir tarafdan Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Tashqi ishlar ministri Lavrov Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan telefonlashganda, Amerika va uning ittifoqdoshlarining Ukrainaga qaratgan Rossiyaning tajovuzchiligi to'g'risidagi tashabbusining ig'vogarchilik ekanligini o'tirib qo'ygan. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida kundalik yuqumlanuvchilar soni yangi yuqori pallaga yetdi. Sog'lomlik qo'llash markazining bayonotiga qaraganda, yaqinqi 24 soat ichida 1514 yuqumlanuvchi bayqalgan, 4 yoshli bolani o'z ichiga olgan 3 odam Xitoy virusi sababidan qazo qilgan. Yana bir tarafdan kasallik alomatlari ko'rilmaydigan 1500 dan ortiq bemor doklad qilingan. Har qaysi davlatlar Ukraina Rossiya jiddiligi sababidan Ukrainaga munosabatlik sayohat ogohlantirishni davomli yangilamoqda. Ba'zi davlatlar Ukrainadagi fuqarolardan chegaradan chiqib ketishini talab qildi. Yana bir tarafdan Ukraina Tashqi ishlar ministrligi Ukraina fuqarolarini xotirjam bo'lishga va muqimsizlik va vahima paydo qiladigan harakatlardan yiroq turishga chaqirdi. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev Azerbaycan Milliy Majlisi tarafidan ma'qullangan Shusha xitobnomasini tasdiqladi. Erdo'g'an bilan Aliyev 2021 yil 6 oyning 15-kuni Shusha shahrida imzolagan Shusha xitobnomasida Turkiya Azerbaycan munosabatining rasmiy holda ittifoqlik darajasiga ko'tarilishi ko'zda tutilgan. İlgilənişçə, İrlandiya Kengash palatasi 9 fevral bir qarar ma'qullab, Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yili 9 dekabrdagi hukmini qabul qilgan. Angliyaning London shahridagi mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasi bir necha qatimliq guvohlik sudi ejib, oxirgi hisobda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi haqidagi sud hukmini e'lon qilgandan keyin dunyo miqyosida zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Irlandiyadagi Xitoy elchixonasi bayonot e'lon qilib, uningga inkos qaytargan bo'lib, bayonotda Irlandiya Kengash palatasiga az bir qism siyosiyonlarning soxta uchurlarni asoslanib, Xitoyning ichki ishlariga aralashgan deyilgan.